alaykum do'stlar, mana bugun biz Farg'onadagi mashina bozoriga kelganmiz. Bitta hozir biz 20 plyuslar oldiga kelganmiz. Eng qizig'i narxlarni, arzon narxlarda xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlar uchun oxirigacha talash tortishib, kelishib, past telefon nomeridan qoldiramiz. Aloqa chiqarsa shu arzon kanaldan uzoqlashmay turinglar, sizlarga bitta obzorni qilib o'tib ketamiz. Qani, qayerdan boshlaylik? Bismillahirrohmanirrohim. Qaysi mashina akajon? Nechinchi yil aka bu mashinamiz? 95. 95-yil. Kraskasi qatida aka buni? Tomdan pasti, motorlari 6 motor. 6 motor, rasxod yo'q. Metan ruxsatlarigacha bormi aka? Generalni beriladi. Balonlar ham yaxshi holatda ekan, generalni beriladi. Tomdan past kraska bo'lgan deyapti. Udar olmagan aka yo'q. Kalta yo'q. Kalta yo'q deyapti. Salonlari chexol-poligi bor ekan, haqiqatan zo'r. Video registrator mijiga pultlarigacha bormi? 3 litrgacha bor. Yo'q-a? Mashina holatini ko'ryapsizlar. Metanning ham ruxsatlari bor deyaptilar. Holati yaxshi holatda, mashinaning orqalaridan ko'rib ko'ringlar. Mashina yili necha desa aka? 95. 95-yili. Bu qarang, generalli deganlarni bexizolat, ha? Narxi nechi pul aka? 2,5 ming tushib. Qanday tushib berasiz, masalan aka? Bitta tushib berasiz, men nomdan kelasiz. Sizning nomingizdan kelsa tushib beradi. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytsa aka? 97 lik. 97lik 629 629 21 21. Do'stlar, eshitdilaring. Mana nomdan sizlar arzon narxga beradi. Holati yaxshi holatda, mashina akkumulyatordan ko'rsatib o'tib keting. Akkumulyator ham yaxshi. Bunisi ham sizdan aka? Do'stlar, mana ko'rib tursan 011 bu. 011 ishqibozlarga. Balonlar ham yaxshi holatda ekan. Mashina salonlari ham qanaqa sidina bu aka? Bismillah. Nexus sidinalar qadab qo'yibdilar. Mana bu barga o'xshab ketar ekan. Holati yaxshi holatda ekan mashina, haqiqatan yaxshi yigitlar mana bunaqa ko'chalar solib qo'yibdilar. Mashina sostenasi zo'r. Buni ham pultlari bormi aka? Ko'tini ochib oling dada. Bahamajon. Shuncha eshik. Mashina shuncha bo'lgan ekan. Holati yaxshi holatda ekan mashina. Voy, orqalari ham pul tosilar ekan. Metan ruxsatlari ham bor aka. Metan ruxsatlari bor deb, holat haqiqatan yaxshi holatda ekan. Yili necha desa aka? 78. 78-yil kraskasi buni aka? Kraska sepilgan. Muz korobka, bunaqa joylarda. Dokumentli muz korobka motor. Holatini ko'ryapsizlar. Tiniq aka, xudo xolasa hamma yo'q. Mashinani ko'ryapsizlar holatini. Narxlari arzon. Nech pul qilib berasiz aka? Bu narxi nech pul qilib berasiz aka? 1800 tushib berasiz, ha? Bo'ldi. O'sha nomer aka. Generalni beriladi aka. Xudo xolasa bexizolat, ha? Do'stlar, 1800 dan tushib beraman deyapti. Haqiqatan narxi arzon bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketish esdan chiqmadi. Mana mashinani ko'ryapsizlar. Hozir bitta 07 ham bor ekan, shuni ko'rib olamiz. Assalomu alaykum oshto. Oshto, assalomu alaykum. Assalom, bardaman. Rahmat, xudoga shukr. Oshton, bu 07miz nechinchi yil? 2007-yil. Kraskasi qatida oshton? Kraskasi joy-joylarda bor. Shunchaqa bo'lgansiz sepilgan. Joy-joylarda bor. Joylarida bor. Lekin udar yemagan. Yo'q. Oshtonimiz atpatida kraskasi borda, balonlar ham yaxshi holatda ekan, mashinaning sostenasi dekontilyapti. To'g'ri o'zlari mingan mashina ekan, mashinaning salonlari chexoli, pullar yaxshi son qilib qo'yibdilar, maytafoni bor ekan. Orqada kalonkalarigacha bor ekan, holati yaxshi holatda ekan haqiqatda. Mashinaning sostenasi haqiqatan lo'llab turibdi mashina. Olasiz tonirovkani tortib orqa ishlari bilan orqalab bo'lgan, mana holatlarini ko'ryapsizlar. 07 ishqibozlar chetdamsizlar? Holat haqiqatan yaxshi holatda ekan mashina. Kraskasi atbatida, Shunchaqa joylarda bor. bo'ldi, motori? Motori injektor 3. Mana bismillahirrohmanirrohim. Motorini ko'ryapsizlar, injektor 3 deyaptilar. Metan ruxsatlarigacha bor, ha? Bexizolatdan oshto. Akkumulyator yaxshi holat. Mashina antifriz ekan-a? Antifriz. Antifriz. Radiatorlargacha yangi. Radiatorlargacha yangi deyapti. Pult yo'q, ha? Yo'q, pulti yo'q. Pult yo'q deyapti. Radiatorlar yangi holatda. Narxi nech pul oshto? 2800. Mana nomdan kelsa, Sizlarga kelsa 100 ot beramiz. ha, mana nomdan kelsa shu 100. Bola nomidan desa 100 ot beramiz. Bo'ldi, shu arzon kanaldan chiqsin. Telefon nomeringizni nechi oshto? 90 291 50 12. 90 291 50 12. 50 12. Oshto bozoringiz bersa, xudo xolasa aloqaga chiqishar. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar 07 ni haqiqatan narxi arzon. 2800 ga men nomdan sizlarga bor $100 o'tib beraman deb. Bunaqa so'magan. Ki hozir bu mashinani ham arzonroq qilib o'tib ketdim. O'zimiz yaqin qadrdon akamizga mashinani 77-yil deyaptilar. Bu mashinani bitta holatlarga bitta ahamiyat berib qo'ying. Haqiqatan mashina sostenasi zo'r turibdi. Haqiqatan mashina haqiqatan
lo'lab tur. 77-yil deyapti. Balonlar ham yaxshi holatda ekan. Motorlarda umuman ishi yo'q deyapti. Qadayib deyapti. Eng qizig'i metanga ruxsatlargacha bor ekan. Holati yaxshi holatda, mashina pulishda turibdi, lekin narxi arzon deyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Salondan ko'rasiz, anaqalar sopib chexoli bor ekan, poliga bor ekan. Mashinaning sanasi haqiqatan yaxshi. Lo'lab turibdi. Mashina pulishda turibdi hozir, lekin narxini arzonga taqib beradilar. Metallarni ko'ryapsiz, mana zapaskasi bor ekan. Mashinaning holati haqiqatan yaxshi. Orqadan ham ko'rib qo'yinglar sanasini. Tomdan baza asfalt bo'lgan mashinani deyaptilar. Bunaqa udar yemagan deyapti. Endi bilmayman endi. Yolg'on gapirmagan bo'lsa, kerak Ro'zani kunlarida. Tak buni narxiga keladigan bo'lsa, narxini men hozir Instagramga qo'ydim. Instagramga qo'yganimda aytdilarki, 1,5 ming dedim. 1,5 ming qimmat akasan. Ukalar sizning nomingizdan kelsa, bo'ladigan narxi 1400 ga beraman dedilar. Hozir men sizga bitta nomerlarni aytib o'tib ketaman. Nomeringiz necha aka? 91 664 95 95. 91 664 95 95 deyaptilar. Shu arzonga narsani 1400 ga beraman deyapti. Mashina holati yaxshi holatda ekan. Aka mashina bo'lish lekin mana undan sana arzon qilib beradi. Generallar ham berar ekanlar. Do'stlar, mana 06 ni ham ko'ryapsizlar. Holati yaxshi holat. Yili necha dizashto? 80-yil, 1980-yil. 2 yoni kraska bo'lgan. 2 qism oldimi, orqami? 2 ta yoni. Ha, 2 ta yoni kraska. Ha, bu mayiti bo'lgan, mana. Tomdan mana shu 2 yoni kraska bo'lgan deyapti mashinani. 80-yil deyapti. Balonlar ham yaxshi holatda ekan mashinaning. Balonlarni ham ko'rib qo'ying. Eng qizig'i bu saloniga bitta ahamiyat berib qo'ying. Tonirovka tortmasa ajoyib chiroyli turargan mashina. Bor, orqalariga bitta ahamiyat berib qo'ying uni qarang. Ey hoji aka, bosib degan joyi shu mashinada bor-ku. 06 shifodlari ketamisizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Salonlarga bitta ahamiyat berib qo'ying. Ey soqi gul yashillarni qo'yib olib ketishlik bo'lyapti, bor-ku. Mashina holati yaxshi. Boshdan orqasida temir metallari bormi? Bismillahirrohmanirrohim. Orqasida temir metallarigacha bor ekan. Orqasi qatdan zo'r. Boshdan ruxsatlari bor, temir metallar. Yangi texpasport ruxsatlari bor deyapti. Motor nechi buni? 06 motor. Zavodskiy akkumulyator ham yangi ekan, oshto. Metallarning ruxsatlari bor ekan. Mashina haqiqatan cho'qlari yaxshi turibdi. Bekasini mana bu ko'rib qo'ying mana do'stlar. Olas minas degan joy muz, karobkada zo'rroq xudo xolasa oshto. Narxi nechi pul? 2,5 kami bor. Kami bor. Mana obunachilar necha tushib berasiz, to'g'ri? Shuamiz. Ha? Shu Arzon kanalidan chiqsa. Bo'ldi, telefon nomeringiz necha oshto? 90 300 316. Do'stlar 316 deyaptilar. Mashina holatini ko'rdilar. Mana shu videoni 06 olaman. Endi do'stlar tashlab qo'yinglar. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelganda sizlar uchun obzorini qilib boryapmiz. Chipcha kamchiligi bo'lgan bo'lsa, kommentariyga yozib ketsalaringlar, xudo o'zi atlarni ham to'g'rilaymiz. Mashina holatini ko'ryapsizlar. Haqiqatan yaxshi holatda. Qo'ldan kelgancha olyapmiz sizlar uchun. Yana bitta 06 ishqibozlarga 06 mana. Bunaqasi bo'lmagan. Narxi arzon deyaptilar. Qarang. Aka nezinchi yil dedingiz aka mashinamiz? 87-yil. Kraskasi bo'lmay bo'lgan, ha? 87-yil ponni kraskasi sepilgan deyaptilar. Holati yaxshi holatda deyaptilar. Mashina maytafoni bor ekan, eng qizig'i orqada kolonkalarigacha bor ekan. Mashinaning salonlari yaxshi chexoli bor ekan. Olas minas degan joyi. Temir metallari ham bor aka. Temir metallari bor deyaptilar. Ruxsatlari bor, ha? Mashina holatini ko'ryapsizlar. Temir metallar ruxsatlarigacha bor deyapti. Mashinaning dokumenti muammosi, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Mo'g'an 4 ta yaxshi ideal balon qadab bergan ekanlar mana. Mana. Motorlarini ham chos ko'rib, bismillahirrohmanirrohim. Buni motor necha aka? 06 zavodskiy motor necha? 03 mi bu? Qanaqa ko'rib beringchi aka? 011 aka. 011 ekan. Akkumulyatori ham yaxshi holatda ekan. Metanning ruxsati bor ekan. Mana ko'rib qo'yinglar. Narxi nechi pul ekan aka endi? 2000 dan tushib beramiz deyaptilar. Mashina holatini ko'ryapsiz. 1900 dan tushib beramiz. Men nomdan kelsiz 1900 dan tushib berasiz, ha? Telefon nomer? O'ta odamdan olaman telefon nomerlarini. Bu mashina nomerlarini aytib olasizmi? 90 291 2917 2000 kami bordi qo'ydim. Chapcha tushib berasiz sochda. Sog' bo'linglar. Telefon nomerni yozdim, xudo o'zi qo'ldan kelgancha mashinalar obzorini qilib o'tib ketdim. Do'stlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu Arzon kanalidan uzoqlashmanglar.
mana shu videoda 07 olaman degan, 06, 011 olaman degan do'stlarni tashlab qo'yinglar. YouTube kanalini yangi ochdim, bilasizlar. Chapcha endi obuna qilib turasizlar, endi qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shu arzon kanaldan uzoqlashmanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha olib boramiz. Kam ko'sti bo'lsa kommentariyaga yozib kelsalar, xudo xolasa to'g'rilaymiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, shu arzon kanaldan uzoqlashmanglar.